Assalomu alaykum, qadrli audio hikoyalar kanali tinglovchilari. Bugun sizlarning e'tiboringizga inson irodasi, taqdir sinovlari va umid haqidagi o'ta ta'sirchan bir hikoyani havola etamiz. Qahvangizni oling. Qulay joylashib oling. Biz boshladik. Kuzning so'nggi kunlari edi. Toshkent ko'chalari sovuq yomg'irdan keyin yanada fayzsiz va g'amgin tus olgandi. 23 yoshli Sardor universitetdan chiqib, avtobus bekatiga qarab og'ir qadamlar bilan yurib borardi. Uning eski krossovkalaridan suv o'tib ketgan. Kurtkasi esa ayozli shamoldan deyarli himoya qilmasdi. Ammo Sardorni sovuqdan ko'ra ko'proq qornidagi ochlik va yelkasidagi og'ir yuk qiynardi. Uning cho'ntagida bor yo'g'i 2000 so'm pul qolgan. Bu pulga yo uyga yetib olish kerak, yoki bitta somsa yeb qorni to'ymasa ham nafsini qondirish kerak edi. Sardor chuqur xo'rsindi. Bugun dekanatdan oxirgi ogohlantirishni oldi. Agar 3 kun ichida kontrakt to'lovini to'lamasa, u o'qishdan haydaladi. Onamga nima deyman deb pichirladi Sardor. Onasi qishloqda yolg'iz, kasalmand ayol edi. O'g'lining shifokor bo'lishini orzu qilib, bor budini sotib yuborgan. Faqat shu umid bilan yashardi. Agar Sardor o'qishdan haydalsa, bu xabar onasini o'ldirishi mumkin edi. Sardor bekatdagi o'rindiqqa cho'kdi. Boshi qotib qolgan. Ko'zlaridan yosh sizib chiqayotgandi. U har qanday ishga rozi edi. Ofitsiantlik qildi. Qurilishda ishladi. Yuk tashidi. Ammo kontrakt summasi juda katta edi. Shu payt bekatga qop-qora, oynalari qoraytirib tashlangan hashamatli Mercedes kelib to'xtadi. Mashinaning haybati shu qadar ediki, atrofdagi odamlar unga beixtiyor qarab qolishdi. Orqa eshik ochilib, u yerdan yoshi o'tgan, ammo juda did bilan kiyingan, qaddi tik ayol tushdi. Uning egnida qimmatbaho mo'ynali po'stin, qo'lida esa charm qo'lqop bor edi. Bu ayolning yoshi taxminan 70 dan oshgan bo'lsa-da, yuzidagi ajinlar uning qandaydir sirli va o'ktam fe'l-atvorga ega ekanligini yashira olmasdi. Bu Hadicha xonim edi. Hadicha xonim haydovchisiga ishora qildi va to'g'ri Sardor o'tirgan o'rindiqqa qarab yurdi. Sardor avvaliga e'tibor bermadi. Lekin qimmatbaho atir hidi burniga urilgach, boshini ko'tardi. "Sardor", dedi ayol past, ammo buyruq ohangida. Yigit hayron bo'lib o'rnidan turdi. "Ha, menman. Siz kimsiz? Biz tanishmizmi? Ismim Hadicha. Men sen haqingda hamma narsani bilaman", dedi ayol uning ko'zlariga tikilib. Uning nigohi shu qadar o'tkir ediki, Sardor o'zini yalang'och qolgandek his qildi. "Universitetdan haydalish arafasidasan. Onangning yuragi xasta. Dori-darmonga puling yo'q. Qarzga botgansan. To'g'rimi?" Sardorning rangi oqarib ketdi. Siz bularni qayerdan bilasiz? Kimsiz o'zi? "Men senga yordam bera oladigan yagona odamman", dedi Hadicha xonim sovuqqonlik bilan. "Mashinaga o'tir. Bu yerda gaplashadigan gap emas." Qandaydir ichki kuch uni o'sha mashinaga o'tirishga majbur qildi. Balki bu umidsizlikdir yoki taqdir. Mashina ichi issiq va shinam edi. Haydovchi mashinani shahar chetidagi hashamatli restoranlardan biri tomon haydadi. Ular VIP xonaga kirishdi. Dasturxon to'la noz-ne'mat. Lekin Sardorning tomog'idan ovqat o'tmasdi. "Xullas", gap boshladi Hadicha xonim choyini ho'plab. "Menda senga bir taklif bor. Bu taklif sening barcha muammolaringni hal qiladi. Kontrakt, onangning davolanishi, uy-joy, mashina, hammasi bo'ladi. Bir umrga yetadigan boylik beraman. Buning evaziga men nima qilishim kerak?" deb so'radi Sardor shubha bilan. "Jinoyat qila olmayman." Hadicha xonim kuldi. Uning kulgusi quruq va jonsiz edi. "Jinoyat emas. Sen menga uylanishing kerak." Sardor qulog'iga ishonmadi. "Nima? Hazillashyapsizmi? Siz
Siz mening buvim tengisiz. 76 yoshdaman deb to'g'riladi ayol xotirjamlik bilan. Eshit Sardor. Menga er kerak emas. Menga qonuniy nikoh kerak. Bu shunchaki rasmiyatchilik. Biz bir uyda yashaymiz. Lekin er-xotin bo'lmaymiz. Mening katta boyligim bor. Lekin merosxo'rim yo'q. Qarindoshlarim o'limimni kutib, boyligimni talashishga tayyor turishibdi. Men o'lsam, hamma narsa senga qolishi uchun qonuniy erim bo'lishing kerak. Evaziga sen boy bo'lasan. Nega aynan men deb so'radi Sardor titroq ovozda. Chunki sening yo'qotadigan hech narsang yo'q dedi Xadicha xonim. Va ko'zlaring. Sen halol yigitga o'xshaysan. Menga ishonchli qo'g'irchoq kerak. Sardor rad etmoqchi edi. Bu sharmandalik. Butun mahalla, do'stlari, onasi nima deydi? 23 yoshli yigit 76 yoshli kampirga uylansa. Lekin ko'z oldiga onasining rangi oqargan yuzi va dekanatdagi tahdidli xat keldi. Onamga nima deyman? Onang seni xorijga grant asosida o'qishga ketdi va u yerda ishlab pul topyapti deb o'ylaydi. Biz unga shunday deymiz. Onangni Toshkentdagi eng zo'r klinikaga yotqazamiz. Hamma xarajatni ko'taraman. Sardor bir soat o'yladi. Vijdon va hayot o'rtasidagi kurash edi bu. Yakunda chorasizlik g'olib keldi. Men roziman dedi u past ovozda. To'y marosimi kamtarona. Lekin juda qimmat restoranda bo'lib o'tdi. Faqat eng yaqinlar chaqirilgandi. Lekin aslida bu Xadicha xonimning biznes hamkorlari va dushmanlari. Uning boyligiga ko'z tikkan jiyanlari edi. Sardor qora smokingda o'zini qafasdagi hayvondek his qilardi. Mehmonlarning pichirlashlari, masxaromuz qarashlari uning yuragini teshardi. Qaranglar, pul uchun nimalar qilishmaydi-ya. Yigit yosh. Kampirning oyog'i to'rda. Bu bola aniq Alfons. Xadicha xola ham jinni bo'lib qolibdi. Nevarasi tengi bolaga tegib. Sardor bularning hammasini eshitdi. Lekin tishini tishiga qo'yib chidadi. Nikoh uzugi barmog'iga taqilganda u o'zini zanjirband qilingandek his qildi. Xadicha xonimning qo'li muzdek edi. Xuddi o'likning qo'lidek. Kechqurun ular Xadicha xonimning shahar chetidagi ulkan qasrsimon uyiga yetib kelishdi. Uy tashqaridan qaraganda haybatli, lekin juda vahimali edi. Baland devorlar, qari daraxtlar va doimiy qorong'ulik ichida qolgan derazalar. Uyga kirishganda Sardor g'alati hidni sezdi. Eski kitoblar, sham va qandaydir chirigan narsaning hidi. Xizmatkorlar, 2 nafar yoshi katta ayol va bir baquvvat soqchi ularni jimgina kutib olishdi. Ular Sardorga salom berishmadi. Faqat xo'mrayib qarab qo'yishdi. Bu sening yangi uying dedi Xadicha xonim. U to'y libosini almashtirib, uzun qora xalat kiyib olgandi. Endi u boy tadbirkor ayolga emas, balki qandaydir ertaklardagi yovuz kampirga o'xshardi. Sening xonang 2-qavatda. Chap tomonda. Mening xonam o'ng tomonda deb tushuntirdi u. Keyin birdan to'xtab Sardorga o'girildi. Ko'zlarida tahdidli o't chaqnadi. Lekin bir qoidani unutma Sardor. Bu uydagi eng muhim qoida. Qanday qoida deb so'radi yigit yutinganicha. Uyning yerto'lasiga tushish qat'iyan man etiladi. U yerdagi eshik doim qulf turadi. Agar u yerga yaqinlashsang yoki qulfni ochishga urinsang, shartnomamiz bekor qilinadi va sen nafaqat pulsiz qolasan, balki hayoting bilan ham xayrlashishing mumkin. Tushundingmi? Sardor seskanib ketdi. Xadicha xonim hazillashmayotgan edi. Tushundim dedi u. Yaxshi. Endi bor dam ol. Ertaga sening yangi hayoting boshlanadi. Sardor xonasiga kirdi. Xona juda hashamatli. Qirol yotoqxonalariga o'xshardi. Lekin devorlardagi rasmlar g'alati edi. Hammasida g'amgin. Oq-qora suratdagi odamlar unga tikilib turgandek tuyuldi. O'sha kecha uxlay olmadi. Yarim tunda
Soat 3larda u yo'lakdan g'alati tovushlarni eshitdi. Xuddi kimdir og'ir narsani sudrab ketayotgandek. Har zamonda past ingragan ovoz eshitildi. Bu inson ovozimi yoki hayvonniki? Ajratib bo'lmasdi. Sardor o'rnidan turib eshikni qiya ochdi. Yo'lak qorong'i edi. Uzoqda Zina tomonda Xadicha xonimning sharpasini ko'rdi. Kampirning qo'lida sham bor edi va u yerto'la tomon tushib ketayotgandi. Yerto'laga tushish man etiladi degan gap qulog'i ostida jarangladi. Lekin Sardor qo'rquvdan ko'ra qiziqishi ustun kelib, oyoq uchida yurib Zina tomon yaqinlashdi. Pastdan kelayotgan hid endi kuchliroq edi. Bu dori, formaldegid va qon hidi edi. Sardor Zinaning boshida turib pastga quloq soldi. Pastdan Xadicha xonimning ovozi eshitildi. U kim bilandir gaplashardi. Sabr qil bolam. Oz qoldi. Atigi 7 kun. 7 kundan keyin hammasi seniki bo'ladi. Bu yangi tana senga juda mos tushadi. Sardorning oyoqlari qaltirab ketdi. Yangi tana. 7 kun. U nimani nazarda tutyapti? Shu payt Zinaning pastki qismidagi eshik qattiq yopildi va hamma narsa jimib qoldi. Sardor yuragi qinidan chiqqudek bo'lib xonasiga qaytib yugurdi va eshikni ichkaridan qulflab oldi. U qanday baloga giriftor bo'lganini endi tushunib boshlagan edi. Lekin ortga yo'l yo'q edi. Shartnoma imzolangan. Onasining taqdiri shu ayolning qo'lida edi. U hali bilmasdiki, bu dahshatning boshlanishi xolos. 7 kun. 7 kun chidash kerak. Yoki 7 kundan keyin uning hayoti tamom bo'ladi. Ertasi kuni ertalab Sardor uyg'onganida kechagi voqealar tushga o'xshab tuyuldi. Quyosh nurlari xonani yoritib turar. Deraza ortida qushlar sayrardi. Lekin Sardorning ichidagi xavotir yo'qolmagandi. U nonushta qilish uchun pastga tushdi. Katta zalda uzun stol tuzatilgan. Xadicha xonim stolning to'rida o'tirib qahva ichardi. U bugun ancha tetik. Yuzlarida qandaydir g'alati qizillik bor edi. Kechagi tun yarmidagi sharpaga umuman o'xshamasdi. "Xayrli tong azizim", dedi Xadicha xonim muloyim jilmayib. "Uyqung yaxshi bo'ldimi?" Sardor unga shubha bilan qaradi. "Yomon emas. Tunda g'alati tovushlarni eshitdim. Xuddi yerto'la tomondan." Xadicha xonimning qo'lidagi finjon biroz titradi. Suyuqlik chayqalib ketdi. Lekin u darhol o'zini qo'lga oldi. Bu eski uy, Sardor. Quvurlar g'ijirlaydi. Pol taxtalari nola qiladi. Senga shunday tuyulgandir. Aytgancha, bugun notarius keladi. Biz vasiyatnoma masalasini hal qilamiz. Hamma boyligimni senga qoldiraman. Bu so'zlar Sardorni tinchlantirish o'rniga battar shubhalantirdi. Nega bunchalik shoshilinch? U indamay nonushta qildi va o'qishga boraman degan bahona bilan uydan chiqib ketdi. Lekin u universitetga bormadi. Sardor shahar kutubxonasiga yo'l oldi. U Xadicha xonim haqida ma'lumot qidirmoqchi edi. Internetda u haqida ko'p narsa yo'q edi. Faqat xayriya ishlari va biznesdagi muvaffaqiyatlari haqida qisqa xabarlar bor edi xolos. Lekin Sardor eski gazetalar arxividan qidirishga qaror qildi. Uzoq izlanishdan so'ng u 1985-yilgi gazetalardan birida kichik maqolani topdi. Sarlavha shunday edi: mashhur olim va uning oilasi sirli ravishda g'oyib bo'ldi. Maqolada yozilishicha, Doktor Davron ismli genetika bo'yicha olim o'zining laboratoriyasida yong'in chiqqanidan keyin bedarak yo'qolgan. Uning xotini, o'sha paytda yosh bo'lgan Xadicha ismli ayol yong'indan omon qolgan yagona inson edi. Eng dahshatlisi, ularning 10 yoshli o'g'li ham o'sha yong'inda kuyib ketgani taxmin qilingan. Ammo jasadi topilmagan. Sardor maqoladagi rasmga qarab qotib qoldi. Yosh Xadicha. Uning ko'zlaridagi o'sha sovuq nigoh hozir ham o'zgarmagandi. Demak, uning o'g'li bo'lgan va eri genetik olim. Genetik olim, deb pichirladi Sardor. Kechagi tunda eshitgan so'zlari yodiga tushdi. Yangi tana senga juda mos tushadi.
Sardorda dahshatli bir taxmin paydo bo'ldi. Uyga qaytishga qo'rqardi. Lekin haqiqatni bilishi kerak edi. Uyga qaytganda kech kirgan edi. Hadicha xonim o'z xonasida ekanini aytishdi. Sardor fursatdan foydalanib uyning kutubxonasiga kirdi. Devorlarda eski suratlar osilgan edi. Ularning birida Hadicha xonim, uning eri, gazetadagi olim va kichkina nimjon bola tasvirlangan edi. Bolaning rangi oqarib ketgan. Nogironlar aravachasida o'tirardi. Sardor stol ustidagi qog'ozlarni titkilay boshladi. Bir qancha tibbiy kitoblar, inson anatomiyasi va qora muqovali bir daftar. Bu kundalik edi. U daftarni ochib o'qiy boshladi. Yozuvlar doktor Davronniki edi. 2 oktyabr 1984-yil. O'g'limiz Sanjarning ahvoli og'irlashyapti. Uning tanasi juda zaif. Irsiy kasallik uni yeb bitiryapti. Hadicha aqldan ozayozdi. U o'limni qabul qilmayapti. U mendan imkonsiz narsani so'rayapti. 3-noyabr 1984-yil. Tajriba muvaffaqiyatsiz. Hayvonlar o'lyapti. Lekin Hadicha to'xtashimga ruxsat bermayapti. U qandaydir qadimiy marosimlar va mening ilmiy ishlarimni birlashtirmoqchi. Bu jinnilik. 20-dekabr 1984-yil. Sanjar o'ldi deb o'yladim. Lekin Hadicha uni yerto'laga olib tushdi. U bolani maxsus suyuqlik ichiga soldi. U tirik. Lekin tirik ham emas. Hadicha aytayaptiki, unga faqat sog'lom yosh tana kerak. Ruhni ko'chirish. Bu mumkinmi? Sardorning qo'lidan daftar tushib ketdi. Demak, Hadicha xonimning maqsadi merosxo'r topish emas. Uning maqsadi o'zining o'lgan o'g'li ruhini Sardorning tanasiga ko'chirish. 7 kun. Marosimga tayyorgarlik vaqti edi. Shu payt orqadan eshik g'ijirladi. Sardor shoshilib daftarni joyiga qo'ydi va o'zini kitob o'qiyotgandek tutdi. Xonaga uy xizmatkori kirdi. Janob Sardor, xonim sizni kechki ovqatga kutyaptilar. Sardor zo'rg'a jilmaydi. Hozir boraman. Kechki ovqat paytida Sardor Hadicha xonimning ko'zlariga qarashga botinolmasdi. Ayol esa unga och bo'riday tikilib o'tirardi. Sardor, nega ovqat yemayapsan so'radi u. Senga kuch kerak. Yoshlik kuch-quvvati. Bu eng qimmatbaho narsa. Men qornim to'q dedi Sardor. Hadicha xonim, o'g'lingiz haqida hech narsa aytmagansiz. Qoshiq jaranglab likopchaga tushdi. Hadicha xonimning yuzidagi tabassum yo'qoldi. Sen uni qayerdan bilasan? Shunchaki uyda bolalar xonasiga o'xshash xonani ko'rdim. Menda o'g'il yo'q deb baqirdi birdan kampir. Ovozida g'azab va alam bor edi. U o'lgan. Ancha oldin o'lgan. Lekin tez orada qaytadi. Hammasi o'z joyiga tushadi. Hadicha xonim o'rnidan turib ketdi. Sardor endi aniq bilardiki, uning vaqti oz qoldi. Bugun 3-kun. Yana 4 kun bor. U qochishi kerak. Tunda Sardor qochish rejasini tuzdi. Derazadan tushib, devordan oshib o'tishni o'yladi. Hamma uxlaganiga ishonch hosil qilgach, derazani ochdi. Lekin pastda, bog'da 2 nafar haybatli it va soqchi aylanib yurardi. Uy qamoqxonaga aylangandi. Sardor umidsizlikka tushdi. Birdan uning xayoliga yerto'la keldi. Agar u yerda nima borligini aniq bilsa va dalil topsa, politsiyaga xabar berish mumkin edi. Yoki o'sha yerdan boshqa chiqish yo'li bordir. U yana tavakkal qilib xonasidan chiqdi. Bu safar u qo'liga telefonini oldi. Videoga olish uchun. Oyoq uchida yerto'la eshigi oldiga keldi. Eshik qulflangan edi. Lekin Sardor oldindan tayyorlab qo'ygan sim bo'lagi bilan qulfni titkilay boshladi. Bolaligida otasidan o'rgangan hunari asqotdi. Chiq-chiq degan tovush bilan qulf ochildi. Sardor eshikni sekin itardi. Zinapoyadan pastga sovuq va sassiq havo urildi. U
U telefonining chirog'ini yoqib pastga tushdi. Yer to'la kattagina laboratoriyaga o'xshardi. Turli xil shisha idishlar, naychalar va devorlarda g'alati belgilar chizilgan edi. Xonaning o'rtasida katta shisha kapsula turardi. Kapsula ichida yashil suyuqlik. Uning ichida esa Sardor ko'rgan narsasidan qichqirib yuborishiga oz qoldi. Kapsula ichida odamga o'xshash, lekin terisi burishib ketgan, sochlari to'kilib, suyaklari turtib chiqqan bir mavjudot suzib yurardi. Bu Xadicha xonimning o'g'li Sanjar edi. 40 yildan beri shu suyuqlikda yashab kelayotgan tana. Uning ko'zlari yumuq edi. Lekin Sardor yaqinlashganda mavjudotning ko'zlari birdan ochildi. Ular qop-qora, oqsiz ko'zlar edi. Mavjudot og'zini ochib, suyuqlik ichida pufakchalar chiqardi va qo'li bilan shishani tirnay boshladi. U Sardorga tikilib turardi, xuddi o'zining bo'lajak kiyimiga qaragandek. Sardor orqaga tisarildi. Shu payt orqadan sovuq ovoz eshitildi. Men senga aytgandim. Yer to'laga tushish man etiladi deb. Sardor o'girildi. Zinapoyada Xadicha xonim turardi. Uning qo'lida qandaydir ukol bor edi. Yonida esa o'sha soqchi. Sen qoidani buzding, Sardor, dedi kampir afsus bilan emas, balki qoniqish bilan. Demak, endi kutishning hojati yo'q. Marosimni bugun boshlaymiz. Soqchi Sardorga tashlandi. Sardor qarshilik ko'rsatmoqchi bo'ldi. Lekin soqchi juda kuchli edi. Bo'yniga sanchilgan igna uni bir necha soniyada holsizlantirdi. Uning ko'z oldi qorong'ilashdi. So'nggi eshitgan gapi Xadicha xonimning so'zlari bo'ldi. Xush kelibsan o'g'lim. Yangi tanang seni kutyapti. Sardor ko'zini ochganda boshi g'uvillab og'rir. Butun tanasi zirqirardi. U qimirlamoqchi bo'ldi. Ammo qo'l-oyoqlari charm tasmalar bilan qattiq bog'langan edi. U operatsiya stolidagidek yotardi. Tepasida esa o'sha mash'um yashil suyuqlik to'la kapsula osilib turar. Uning ichidagi maxluq Xadicha xonimning o'g'li Sanjar endi tinchlanib qolgan. Xuddi kutayotgandek pastga qarab suzardi. Xonada faqat tibbiy uskunalarning bir maromda bip-bip etgan tovushi va Xadicha xonimning pichirlab o'qiyotgan duosi yoki ilmiy formulasi eshitilardi. U oq xalat kiyib olgan. Qo'lida katta shprits va skalpel bor edi. Soqchi Qodir esa eshik oldida qo'l qovushtirib turardi. Uyg'ondingmi bo'lajak o'g'lim, dedi Xadicha xonim jinnilarcha tabassum bilan. Uning ko'zlarida onalik mehri emas, balki fanatik olimning g'alabasi porlardi. Qo'rqma. Bu jarayon og'riqli bo'ladi, lekin tez tugaydi. Sening onging o'chadi, xuddi qattiq uyquga ketgandek. O'rniga Sanjarning ongi uyg'onadi. U sening tanangda yashaydi. Sen tarixga aylanasan. Siz jinnisiz, deb baqirdi Sardor. Ovozi xirillab. Bu mumkin emas. O'g'lingiz o'lgan. Bu narsa esa odam emas. Bu maxluq. Xadicha xonimning yuzi burishib ketdi. U Sardorning yuziga tarsaki tushirdi. U mening bolam. Men uni 40 yil saqladim. U yashashga haqli. Sen shunchaki kimsasiz, keraksiz talabasan. Seni kim qidiradi? Onangmi? Onangni allaqachon tinchlantirib qo'yganmiz. Bu gap Sardorning yuragiga botdi. Onam. Ularga nima qilishdi? G'azab unga yangi kuch berdi. U qo'llarini siltadi. Ammo tasmalar juda mustahkam edi. Boshlaymiz, dedi Xadicha xonim. U murakkab apparatning tugmalarini bosdi. Kapsuladan chiqqan yo'g'on shlanglar Sardorning boshiga ulangan elektrodlarga tutashdi. Uskuna g'o'ng'illab ishlay boshladi. Sardorning miyasida chidab bo'lmas og'riq turdi. Xuddi minglab ignalar bir vaqtda sanchilgandek edi. Kapsula ichidagi suyuqlik puqur-puqur qaynay boshladi. Maxluq talvasaga tushib shishani urardi. Ha Sanjar, kel bolam, deb qichqirardi Xadicha xonim. Shu payt kutilmagan hodisa ro'y berdi.
Uskunaning kuchlanishi haddan tashqari oshib ketib, xonadagi chiroqlar pirpirab o'chib yona boshladi. Kapsula ichidagi bosim ortib, shishada dars paydo bo'ldi. Nima bo'lyapti deb baqirdi soqchi Qodir vahima bilan. Tizimni ushla. Quvvatni pasaytir, buyurdi Xadicha xonim. Bu tartibsizlikdan foydalangan Sardor bor kuchi bilan o'ng qo'lini tortdi. Tasmaning qulfi biroz eskirgan ekanmi yoki Sardorning jon holatdagi kuchi ta'sir qildimi? Temir to'qa chars etib sindi. Sardorning o'ng qo'li bo'shadi. U o'ylab o'tirmay yonidagi patnisda turgan skalpelni, jarrohlik pichog'ini qo'liga oldi. Soqchi buni ko'rib unga tashlandi. Yot joyingga. Sardor chaqqonlik bilan skalpelni soqchining oyog'iga sanchdi. Soqchi og'riqdan baqirib tiz cho'kdi. Sardor ikkinchi qo'lini ham kesib bo'shatdi va stoldan sakrab tushdi. Uni ushlanglar. O'ldirmanglar. Tanasi menga kerak deb chinqirdi Xadicha xonim. Lekin kech edi. Yuqoridagi kapsula bosimga dosh berolmadi. Dahshatli portlash yuz berdi. Shisha parchalari har tomonga sachradi. Minglab litr yashil shilliq suyuqlik xonaga toshdi va suyuqlik bilan birga o'sha maxluq ham polga gumb etib tushdi. Sanjar yoki sanjardan qolgan narsa polda sudralardi. Uning terisi havoga tegishi bilan tutay boshladi. U g'ayritabiiy, hayvoniy ovozda o'kirardi. Xadicha xonim yugurib borib maxluqni quchoqlamoqchi bo'ldi. Bolam, Sanjar, men onangman. Qo'rqma. Maxluq boshini ko'tardi. Uning ko'r, oqsiz ko'zlari onasiga qadaldi. Lekin unda insoniylikdan asar ham qolmagandi. U faqat og'riq va nafratni his qilardi. Maxluq o'z onasini tanimadi. U vahshiylarcha xonimning bo'g'zidan tutdi. Yo'q Sanjar. Xonimning ovozi bo'g'ildi. Sardor bu dahshatli manzaraga qarab qotib qolmaslikka harakat qildi. Laboratoriyada yong'in boshlangan edi. Portlash natijasida elektr simlari qisqa tutashib, kimyoviy moddalar yonib ketgandi. Qochish kerak dedi Sardor o'ziga o'zi. Soqchi hushini yo'qotib yotardi. Maxluq va Xadicha xonim olov ichida qolishdi. Sardor tutundan bo'g'ilib zina tomon yugurdi. U yerto'ladan chiqib, uyning birinchi qavatiga yetganda orqadan yana bir kuchli portlash eshitildi. Butun uy silkinib ketdi. Sardor eshikni tepib ochib hovliga otildi. Yomg'ir yog'ayotgan edi. Sovuq havo uning o'pkasini kuydirdi. Lekin bu erkinlik havosi edi. U to'xtamay yugurdi. Baland devordan oshib o'tib, qorong'i ko'chaga chiqdi va orqasiga qaramay yuguraverdi. Uzoqdan sirena ovozlari eshitilardi. Orqada esa Xadicha xonimning hashamatli qasri alangaga burkangan. Osmonga qora tutun o'rlardi. O'sha olov ichida 40 yillik sir, jinni ayol va uning baxtsiz o'g'li kulga aylanayotgan edi. Oradan 6 oy o'tdi. Sardor boshqa shaharga ko'chib o'tgan. U ismini o'zgartirdi. Tashqi ko'rinishini o'zgartirdi. Politsiya o'sha kechasi yongan uyda 3 kishining jasadi topilganini, Xadicha xonim, soqchi va tanib bo'lmas darajada kuygan 3-jasadni e'lon qildi. Sardor rasman bedarak yo'qolgan deb hisoblanardi. Xadicha xonimning seyfidan olingan va Sardor o'zi bilan olib chiqishga ulgurgan bir dasta pul uning onasini davolatishga va yangi hayot boshlashga yetdi. Onasi tuzaldi. Lekin Sardor unga haqiqatni hech qachon aytmadi. Xorijda ishlab keldim dedi. Bugun Sardor kafeda o'tirib ko'chani kuzatardi. Hamma narsa yaxshidek. Lekin ba'zida tunda uxlaganda u tushida o'sha yashil suyuqlikni ko'radi va ko'zgu oldida turganida o'z aksiga tikilib, bir soniya ko'z qorachig'i kengayib, xuddi o'sha maxluqning ko'zlariga o'xshab qolayotgandek tuyuladi. Sardor chuqur xo'rsindi va qahvasini ichdi. U tirik qoldi. Lekin u endi avvalgi Sardor emas edi. U o'sha tunda nafaqat qo'rquvni, balki inson zotining qanchalik tubanlikka ketishi mumkinligini ko'rgan edi. Telefoniga xabar keldi. Notanish raqamdan. Xabarni ochib o'qidi va tomirlarida qon muzlab qoldi.
Xabarda shunday yozilgandi. Tajriba muvaffaqiyatli o'tdi. Yangi tanang muborak bo'lsin uka. Sardor telefonni tushirib yubordi. U atrofga alangladi. Ko'chaning narigi tomonida qora kapyushon kiygan bir kishi unga tikilib turardi va sekin jilmaydi. Bu kim? Hadicha xonimning yana bir hamkorimi? Yoki Sanjar o'lmaganmi? Hikoya tugadi. Lekin qo'rquv tugamadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Audio hikoyalar kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.